uyimizdagi maishiy texnikalar dushmani. Kir mashinani dushmani albatta bu birinchi o'rinda parashokni ko'p solishimiz, me'yorini bilmaslik. Ikkinchi o'rinda esa kirni ko'p solib qo'yishimiz. Parashokni ko'p solsak nima bo'ladi? Parashokni ko'p solsak nafaqat kiyimlarimiz dog'lar, yaxshi yuvilmaydi. Aksincha, kir mashinani o'ziga ham salbiy ta'siri bor. Plata deymizmi, elektronika ta'siri bor. Ko'plab ketishi bu yomon ta'sir bor. Kir ko'p solishimiz esa bu disbalansni buzadi barabandagi. Bu yaxshi yuvilmaydi, kiringiz bir tomonga tortadi, sagratadi, hamma tomonlama ziyon. Bu amortizatorlarga, qo'shimchalarga ziyon bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda parashok va kirni me'yorini bilmaslik. Ikkinchisi, ya'ni mikrovolnovkaning dushmani. Mikrovolnovkaning dushmani bu albatta temir idishlarda ovqat isitishimiz, deylik, nirjaveka deymizmi? Aytmoqchi o'sha isitishimiz, ovqat isitishimiz bu to'g'ri mikrovolnovkaga ziyon. Falga idishlarda ovqat falgaga o'rab tovuq isitishimiz yoki masalan oddiy sirli idishlarda ovqat isitishimiz bu mikrovolnovkaning dushmani hisoblanadi. Eng yomon dushmani. Shunday ekan, bu narsalardan qochish kerak. Nima bo'ladi? Bu magnetrol deymiz, ichida ya'ni bizga elektr tokini to'g'ri radiator qilib beradigan magnetrol yuragi magnetrolni ishdan chiqaradi. Nafaqat ishdan chiqarish, bu o'ta xavfli. Yong'in paydo bo'lishi mumkin bu yerda. Demak, mikrovolnovkaning dushmani bu yerda temir idishlarda ovqat isitishimiz bo'ladi. Xolodilnikning dushmani, ya'ni xolodilnikning dushmani nima? Birinchi o'rinda nima? Xolodilnikni devorga tirab qo'yishimiz, orqalarini, yo'llarini bekitib qo'yishimiz, havo aylanmasligi bu juda ham yomon ta'sir qiladi. Xolodilnikning ikkinchi dushmani havo aylanmasligi. Orqada kamida 10 sm, 15 sm joy qolishi kerak atroflarda. Sababi yerda havo aylanishi kerak. Vazifasini bilasiz, issiqlikni olib chiqarish kerak u. Chiqarib yuborish kerak. Agar orqada havo aylanmaydigan bo'lsa, kislorod yo'qoladigan bo'lsa, u qana chiqadi. U to'g'ridan-to'g'ri kompressorga kuchlanish, bu xolodilnikni kuydirish mumkin. Shunday ekan, orqada 10 sm, 15 sm atrofda qolishi kerak. Konditsioner dushmani bu bilasiz. 2 yilda birmi, 1 yilda birmi tozalab turish kerak bu filtrga. To'g'ridan-to'g'ri kuchlanish, filtr tozalamaslik. Mana ko'p ko'rsatamiz, 5 yil, 10 yillab tozalamaydi. Bu degani konditsioner ishlay olmaydi. Siz kutgan effektni, siz kutgan rezultatni bera olmaydi. Shunday ekan, uzoq bo'lsa 2 yilda bir filtrlar tozalanishi kerak. Orqa oldi, radiatordagi, tashqi blokdagi, ichki blokdagi filtrlar tozalanishi kerak. Shunda konditsioneringiz yaxshi ishlaydi. Nafaqat konditsionerning o'ziga, agar filtr tozalanmasa, inson sog'lig'iga ham juda katta ziyoni bor. Uni yaxshi bilasizlar. Uchinchisi dazmol. Dazmolning dushmani. Dazmolning dushmani biz to'g'ri krandan suv olib dazmolga quyishimiz. Bu nima bo'ladi? Nakib. Oq nakib ko'rasiz, hammasi yig'adi. Bu ham yomon. Qanday nima qilish kerak aslida? Suvni tindirib qo'yib. Distillangan suvda ham ziyoni bor deydi. Aslida oddiy suvni olib, suvni tindirib qo'yilsa, o'shani quyilsa albatta yaxshi bo'ladi. Dazmolingiz yaxshi ishlaydi. Uzoqqa yetadi. Elektr chaynakning dushmani. Elektr chaynakning dushmani bu ham xuddi aytganimdek nakib. Tagiga o'sha oq nakib yig'ishi. Asadka deymiz. O'sha suvdagi minerallar, har xil oqlar yig'ilishida tagida oq. U yerda nima bo'ladi? Agar siz nakib yig'ilsa nima bo'ladi? Birinchidan tok ko'p iste'mol qiladi. Tok ketadi. Aytgan paytda suv qaynamaydi. To'g'ri tok iste'mol qilib, to'g'ri ichidagi tenga aniqladi, ya'ni kuydiradi. Shunday ekan, demak, nakibga e'tibor berish kerak. Bir haftada bir oddiy limonni kislota solib turib, o'sha 1 litr necha litr qaynatyapsiz? 1,5 litr qaynatyapsiz. Ozgina limonni kislota solib turib, bitta qaynatib yuborish kerak limonni kislota bilan. Yana top-toza bo'ladi. Keyingisi pilisos. Pilisos eng katta dushmani, bu ham xuddi konditsionerdek, bu ham filtr. Ya'ni filtr tozalab turishimiz kerak. Mana biz filtr ichidagi qopni, musul qopchasi to'lguncha ishlatamiz. Yo'q. Uzoq bo'lsa yarim 3dan 1 bo'lgan paytda har ishdan keyin tozalanish kerak. Changni. Pilsosning dushmani chang. Vazifasi chang yo'qotish, lekin dushmani ham chang hisoblanadi. Toza turishimiz, har safar yuvib tozalab quritishimiz bo'ladi. Bu pilsosning dushmani hisoblanadi. Endi bitovoy texnikalar juda ham ko'p. Umumiy bitovoy texnikalar dushmani bor. Umumiy. Ya'ni uyimizdagi tok, uyimizdagi kuchlanish pastligi. Bu umumiy bitovoy texnikalar dushmani hisoblanadi. Keyingi paytda quloqlarga chalinyapti. Ya'ni past bosimda ham ishlaydi, 150 voltda ishlaydi, 100 voltda ishlaydi. Yo'q. Eng katta dushman tokni past kelishi. 220 emasda 150, 160 kelib qoladi. Yozgi kunda, qishki kunda bu holat takrorlanadi. Shunday ekan,
to'p o'ynashi videoviy texnikalarimiz dushmani hisoblanadi. Uni nazorat qilish kerak bo'ladi. Demak, nima uchun uyimizga 220 kelgan? Istagan videoviy texnikadan 220 qilib bersangiz, yaxshi ishlaydi, uzoqqa yetadi. Undan past bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa kompressori bo'ladigan bo'lsa, deylik, xonadonlik, konditsioner, kirmoshina, motori bor, qayerda bo'ladigan bo'lsa, u to'g'ridan to'g'ri kuydiradi. Mana qo'limdagi qurilmalar, bular kuchlanish relesi deyiladi. Bu konditsionerga qo'yilishi kerak, xonadonlikka qo'yilishi kerak, ularda har xil. Buni e'tibor berishimiz kerak. O'zimiz o'sha maishiy texnikani uzoqqa ishlatmoqchimisiz? Albatta birodarga e'tibor berish kerak, qo'yilishi kerak. Agar bu videoyim foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarni asrang. Rahmat.